Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari. Shahar kengashining navbatdagi 24-chi sessiyasida 20 nafar deputatdan 18 nafar qatnashmoqda. 2 nafar deputat turli uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmayapti. Sessiyada shahar kengashi deputatlari, tegishli tashkilot, korxona va muassasalar rahbarlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, siyosiy partiyalar hamda ommaviy aholi vositalari vakillari qatnashmoqda. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Sessiya ish ochilsin degan taklif tushmoqda. Shu taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar qabul qiling, rahmat. Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 24-chi sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan sessiya kotibini saylashimiz kerak. Sessiya kotibligiga 19-Dag'iston saylov okrugidan shahar kengashi deputati Jumaboyev Nurg'isa Davlatyarovichni saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa sessiya kotibi etib deputat 19-Dag'iston saylov okrugidan shahar kengashi deputati Jumaboyev Nurg'isa Davlatyarovichni saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi, rahmat. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi va reglamenti loyihasi Telegram kanali orqali elektron tarzda taqdim etilgan. Kun tartibiga boshqa o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi, rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi birinchi masala shahar hokimining 2026-yilda murojaatlar bilan ishlash bo'yicha reja va amalga oshiriladigan chora-tadbirlar to'g'risida shahar hokimi Rahmon Nazarboyevning ma'ruzasini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, bugungi sessiya ishtirokchilari. Xabarlarimiz bor. 13-mart kuni hurmatli prezidentimiz murojaatlar bilan ishlash nuqtai nazaridan tanqidiy kengaytirilgan video majlisi bo'lib o'tdi. Bunda bir nechta tuman shaharlar tanqidga uchradi. Shu hurmatli deputatlar va tashkilot rahbarlari, bugun men 2025-yil bo'yicha qisqacha hisobot beramanda. 2026-yilda qanday qilib yangi tizimga o'tamiz, qanday qilib aholimizni rozi qilamiz va men hokim boshchiligidagi mana o'rinbosarlarim, kompleks rahbarlari va tashkilot muammolar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar bilan belgilab berdilar. Demak, 25-yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar Zarafshon shahar korxona va tashkilot kesimida muhokama etilib ko'rib chiqildi. Demak, Zarafshon shahrida 25-yilda diqqat qilasizda 34 ta murojaat kelib tushgan. Bu 2024-yilga nisbatan 1278 taga kamaygan. Jami 34 ta murojaatlarning 1931 tasi, ya'ni 67% ijobiy hal etilgan bo'lib, 778 tasiga huquqiy ma'lumot berish orqali hal etilgan va 129 tasiga tushuntirish berilgan, 29 tasi ko'rilmasdan turibdi va 21 tasi rad qilingan. 149 tasi ko'rib chiqishi tugatilgan, 3 tasi ma'lumot uchun qabul qilingan, 4 tasi uzoq muddat talab etiladigan murojaatlar toifasiga kiradi. Jami kelib tushgan 34 ta masala bo'yicha murojaatlar mahalla kesimida tahlil qilganimizda Alisher Navoiy mahallasi 215 ta, Konchilar mahallasi 232 ta, Oltin Vodiy 164 ta, O'zbekiston 56 ta. Demak, ushbu kelib tushgan murojaatlarning demak eng ko'p toifasi qanday? Demak, bu majburiy ijro bitta murojaat kelib tushgan. Mana prokurorimizdan iltimos qo'ygan bo'lardik, majburiy ijroni Zarafshon shahrida demak umuman ish o'zini qayta ko'rib chiqish kerak. Bu
alimentlar nuqtai nazaridan hurmatli prezidentimiz juda qattiq e'tiroz bildirdilar. Shuning uchun ham aliment undirish va aliment bo'yicha masala bo'ladiganlar Zarafshon shahrida yangicha tizim o'rnatildi. Hozir har hafta chorshanba kuni 15:00da deputatlar apellasi 15:00da majburiy ijro byurosida hokim bosh, prokuror, ichki ishlar, soliq, demak o'sha okrugdan saylangan deputatlari ayollarimizni, aholimizni alimentlar bo'yicha sayyor qabuli bundan tizimli tashkil etiladi. Bundan tashqari Zarafshon shahar ichki ishlar bo'limiga juda ko'p murojaat, juda ko'p e'tiroz. 252 ta murojaat. Bu hozir gigant murojaatchilarni o'qiyapmiz. Ya'ni gigant degani ko'plab murojaatga sabab bo'lgan tashkilotlar. Demak, mana hozir Zarafshon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i bilan kelishib oldik. Mahallalarda sayyor qabullar tiklanadi ichki ishlarda. Oldin sektori bo'lgani kabidek, hozir ichki ishlar boshlig'ini ham sektor tiklanadigan bo'ldi. Bundan tashqari Zarafshon shahar gaz ta'minot bo'limiga 158 ta murojaat, shahar prokuraturasiga 103 ta, mahalla uyushmasiga 96 ta, tibbiyot birlashmasiga 82 ta va oila va xotin-qizlar bo'limiga 46 ta murojaat kelib tushgan. Albatta, hamma tashkilotlarga men iltimos qilgan bo'lardim. Kengash raisidan ana shu ko'plab murojaatga sazovor bo'lgan tashkilotlar o'zini kelajakda albatta murojaatlar bilan ishlash nuqtai nazaridan rejalarini aytsalar. 2025-yil demak shaharda jami 308 marta sayyor qabul qilingan. Bu sektor rahbarlari, ya'ni hokimning o'rinbosarlari, sektor rahbarlari va shahar korxona tashkilotlar rahbarlari tomonidan 308 marta sayyor qabul qilingan. Shundan 69.7% ijobiy hal bo'lgan. Qolganiga esa ana shu tushuntirish va huquqiy ma'lumot berish orqali masala yopilgan. Demak, joriy yil mana 26-yilga o'tadigan bo'lsak, 26-yilda demak 226 ta masala bo'yicha murojaat kelib tushdi. 555 tasi natijasi tasdiqlangan, 171 tasi hozirgi kunda o'rganish jarayonida turibdi. Demak, 555 ta nima bo'ldi degan bo'lsa, 555 tadan 250 tasi 40% ijobiy hal etilgan va 250 tasiga demak o'rganishlar muddatlar talab etiladi. Hozir ana shu iltimos qilardiki, xalq qabulxonasidan qaytadan tashkilotbay murojaatlarini o'z egalariga yetkazib, yana qaytadan so'rovni tashkil etsalar. Jami kelib tushgan 226 ta masala bo'yicha demak, Alishernovot mahallasi 50 ta, Qonchilar 37 ta, Oltin vodiy 18 ta, Quruvchi 93 va Navruz mahallasi 110 ta. Demak, hozir bizlar birinchi masalamizda demak, qaysi mahalladan ko'p murojaat tushyapti, ana shunga sayyor qabullarimizni qaratamiz. Navruz mahallasida, Quruvchi, Yulduz mahallasida, Yangi Zarafshon mahallasidan saylangan deputatlarimizni hamkorlikka chaqiramiz. Demak, hozir bizlar eng ko'p tushayotgan 2,5 oyni tahlil qildik. 2,5 oyda Navruz mahallasi ko'p murojaat qilyapti. Demak, Navruz mahallasi deputati hokim boshchiligida, mana kengash raisi boshchiligida sayyor qabulga boramiz. So'ngra Quruvchi mahallasiga, Yulduz va Yangi Zarafshon mahallasiga demak, sayyor qabullarni tashkil etamiz. 24-yil jami yil bo'yicha 41% ijobiy hal etilgan bo'lsa, 25-yil 67% bo'ldi. 26-yil 80% ga yetkazib prezidentimiz tomonidan topshiriq tushgan. Shuning uchun bu yerda barcha deputat korpusdan faol bo'lishga, ishlarni jadal qilib chiqishlarini iltimos qilgan bo'ladi. Demak, 26-yilda mana o'tgan 2,5 oy davomida shahar hokimi va o'rinbosarlari bilan birgalikda demak 12 ta sayyor qabul tashkil etildi. Qabullarda demak 56% ga ijobiy hal etganmiz. Bu yaxshi emas. Qayta ko'ramiz, 80% yetishimiz kerak. Shuning uchun ham barcha soha rahbarlaridan murojaatlar bilan ishlash sohasida ochiqlik, shaffof ta'minlash demak maqsadida
biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ham shahar hokimligining rasmiy saytida bizlar yangi tizimda shahar hokimining qabuli oylik grafiki chiqadi. Haftalik va mana haftada necha marta 2 marta qayerda sayyor qabul qilyapti, o'rinbosarlar qayerda o'tkazadi. Umuman olganda mana shu bank rahbarlari, tashkilot, kadastr rahbarlari ham qachon qayerda o'tkazishni endi ijtimoiy tarmoqqa oldindan bera boramiz. O'tib ketib qoldi degan narsa bo'lmaydi bizlar. Shuning uchun har bir kelib tushayotgan murojaatning ijrosi albatta qonun talablari asosida nazoratga olishlari so'raladi va bu shahar apparat yig'ilishida har hafta muhokamaga qo'yib boriladi. Murojaatlarni ko'rib chiqish yuzasidan mutasaddi rahbarlar mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida ayrim murojaat mualliflari ularning murojaatlari ko'rib chiqishda mas'ul bo'lgan mutasaddi bilan birgalikda apparat yig'ilishiga taklif etiladi. Ya'ni fuqaro apparatga chaqiriladi. Majlisga chaqiriladi. Shu masala nimaga yechilmadi va rahbar chiqib javob beradi. Kadastr bo'ladimi? Boshqa tashkilot beradimi? Nimaga sizni masalangiz qonun bergan muddatda ko'rib chiqilmadi va nimaga agarda qonuniy murojaat bo'ladigan bo'lsa, masala chechilishi kerak edi. Va o'sha rahbarga mana men kengash raisidan iltimos qilamizki, kengashning vakolatidan foydalanib, rahbarga nizomiy chora va lavozim bilan javob berish darajasiga yetishdan so'rab qo'yadi. Endi o'z navbatida murojaatni ko'rib chiqish uchun rahbarlar va mutasaddilarni mas'uliyatini yanada karrasiga oshirish, murojaatlarni ijobiy hal etishni ta'minlash hamda murojaat muallifiga to'laqonli ijobiy yechim, huquqiy tushuncha berish bo'yicha endi bundan buyog'iga tajriba qilinadi zarur. Aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, shahar darajasidagi rahbarlarning sayyor qabullarini asosan qizil toifaga tushgan mahallalarda murojaatlarni ko'proq tashkil etish reja, jadval, grafik ishlab chiqiladi. Qaysi mahallada ko'proq aliment bo'yicha dod deyapti? Qaysi mahallada tadbirkorlar soliq dod deyapti? Qaysi mahallada demak ishimiz, bizning bahomiz 2. Shu rahbarlar tayyor bo'lsin, mana bugun kengashdan keyin men kengash raisidan iltimos qilardimki, demak qizil toifa deganda o'sha murojaatlar ko'payayotgan joyda qaysi murojaat ko'payapti tahlili va o'sha tashkilot rahbari o'sha joyga biriktiriladi. Va o'shani ijtimoiy tanglikni oldini olmaguncha uni reja grafik yechilmaydi. 2026-yilda umuman yangi tizim, mutlaqo yangicha tizim hozir mana hurmatli prezidentimiz xalq qabulxonalarida negizida bilasizlar, aholining yechimiga diagnostika berish markazi tashkil etish nazarda tutilyapti. Ya'ni shu aholi ko'tarayotgan masalani endi bundan buyog'iga xalq qabulxonasi yechib beradigan markazga aylantirish nuqtai nazardan qayta tashkil etilyapti. Bu yerda deputatlarning faolligini so'rab qo'ygan bo'ladi. 26-yil aholi murojaatlari bilan ishlashni yaxshilash uchun demak xalq qabulxonalar faoliyatida tashkilot korxona rahbarlarining shaxsiy javobgarligini oshirish maqsadida quyidagi tadbirlarni o'zimizga reja maqsad qilib olganmiz. Birinchisi, Zarafshon shahrida aliment to'lashdan bu yil faoliyat yurgan shaxslar bilan ishlash juda ko'plab murojaatlar tushayotganligi sababli ularni o'rganish hamda yechimini topish nuqtai nazaridan demak aytib o'tdim hozir prokuror, hokim va mana ichki ishlar, soliq rahbarlari MIB tashkilotida har haftaning chorshanba kuni sayyor qabullar tashkil etadi. Demak, ushbu aholini qabul qilish jarayonlarida banklar, hokim yordamchilari, soliq, shahar bandlik va boshqa hamkor tashkilotlar fuqarolarni tadbirkorlik sohasida muammolari hamda yosh tadbirkorlarni demak ularning xizmat ta'minlash, ishsizlarni hududdagi sanoat va servis korxonalariga vakantga joylashtirish uchun alohida kengaytirilgan sayyor qabullar tashkil etiladi. Uchinchidan, xorijda ishlash istagi bo'lgan aliment to'lovchilar bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, til va kasbga o'rgatib, xorijga yuqori daromadli ishlashga yuborish tashkil etiladi. Bilasizlar, alimenti bor inson xorijga chiqib keta olmaydi. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz
bor, 3 tomonlama shartnoma qilib, buni yuqori daromadli bo'lsa, tilga o'rgatib, uni xorijdan markazlashgan migratsiya deydi. Bu soliq emas, ya'ni bandlik bo'limi orqali uni markazlashgan migratsiyaga yuborishlar tashkil etiladi. Zarafshon shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga murojaat qilayotgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratish orqali mas'ul rahbarlarni qabuli tashkil etiladi. Agar kadastr ustidan yoki biron bir qaysi soha ustidan, arxitektura, hokimlik ustidan agarda fuqarolarimiz prezidentga murojaat qilayotgan bo'lsa, ana o'sha rahbar fuqaro bilan borib shaxsan uchrashishga majbur va zarur. Shaharda aholi murojaatlarini ijobiy hal qilish ko'rsatkichlari oshirish, qat'iy nazoratga olish tizimi yaratiladi. Fuqarolar murojaatlarini bevosita hududlarda qabul qilish va hal qilish bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni oshirish maqsadida xalq qabulxona bilan biza grafik ishlab beramiz va o'sha deputatlardan iltimos qilardik, sizni okrugingizda qaysi rahbarning reja grafiki bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilardan buni nazoratga olingizlar. Va borgan rahbar bilan birgalikda deputatimiz o'tirib, prezidiumda o'tirib kerak bo'lsa, aholimizni qabulida ishtirok etsin. Mahallalarda o'z yechimini topish mumkin bo'lgan masalalarni hal qilishda mahalla yettiligini kengroq hamkorlikka chaqirishni, demak, deputatlar ham mana mahalla uyushmasiga mas'ul bo'ladi. Mahalla yettiligida vakolat kengayapti, lekin deputat so'roq qilmayapti. Oddiy masala bilan fuqarolar prezidentga murojaat qilyapti. Qani mahalla yettiligining mas'ulligi? Lavozim bilan javob beradi. 8-dan murojaatlarni kamaytirish maqsadida eng ko'p kelib tushayotgan soha, e'tibor bering. Boya mahallani gapirdik. Endi soha, eng ko'p kelib tushayotgan soha, o'sha ishlar bo'ladimi, MIB bo'ladimi, yo'nalish bo'yicha aholi murojaatlariga sabab bo'layotgan holatlarni tezkorlik bilan monitoring qilish orqali muammoni bartaraf etish chorasi ko'riladi. Bartaraf eta olmasa viloyat bosqichiga chiqiladi. Viloyat bartaraf eta olmasa respublika bosqichi chorasi ko'riladi. Sohada muammo bo'lmashi kerak. Yechalmalik emas, shahar yechsa yechadi, yecholmasa viloyatga dod deymiz va hokazo. Hurmatli deputatlar, demak, mana hozir 25-yilda va 26-yilda qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni to'xtalib o'tdim. Albatta, mana shu haftadan ertaga prokuror, ichki ishlar, hokim, soliq boshlig'i, demak, MIB tashkilotida alimentlar bo'yicha sayyor qabulni boshlaydi. Shuning uchun sizning saylov okrugingizdan masalasi bor, aliment bo'yicha qiynalgan xotin-qizlarimiz bo'ladimi, ayollarimiz bo'ladimi, marhamat qilib sayyor qabulga olib kelib, sayyor qabulda sizlar ham ishtirok etishlaringiz. Hurmatli rais, hisobotni qo'ying. Mavzu yuzasidan savollar bormi? Rahmat. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi ikkinchi masala Zarafshon shahridagi Navruz mahallasini yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla toifasiga o'tkazish hamda zarur infratuzilmani yaratish uchun mahalliy byudjetdan moliyalashtirilgan mablag'larning sarflanishi bo'yicha manzilli dastur to'g'risida shahar hokimining birinchi o'rinbosari Shohmirzayev Anvar Shohmirzayevning hisobotini eshitamiz. Marhamat. Bugün sessiya ishtirokchilari, xabaringiz bor, 2020-yil 16 kuni davlat rahbari boshchiligida mahalla tizimidagi sohalarni yangi bosqichga olib chiqish hamda joylarda ishlarni samarali tashkil etish yuzasidan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Bu yig'ilishda umuman mahalla mahalla infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha juda ko'p yangiliklar, ko'p topshiriqlar bo'yicha topilgan yerlardan mahallaga tushumlar ajratilishi belgilandi. Mahallaning imkoniyatlari kengaytirildi.
shu bilan birga demak yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar tashkil etish belgilandi. O'sha ularning muhtojligi bo'lgan mahalla tanlab olindi. Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shaharlar demak belgilab olindi. Xuddi shuningdek yana bitta topshiriq ketdiki, viloyat hokimlari demak bitta mahallani demak shahar tuman hokimlari ustidan mahallani yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallaga aylantirish bo'yicha topshiriq ketdi. Bu bo'yicha biz Davud mahallasini berganmiz. Demak ko'pchiliklarimiz boshlangan bu mahallada deputatlarga havola qilayotgan hujjat bo'yicha hozir biza manzilli dasturni tasdiqlab berishimiz kerak. Navuz mahallasi demak 1 kilometrlik ichki yo'lda asfaltlanishi, 1,5 kilometr piyodalar yo'lagi qurilishi, demak 16 kilometr piyodalar yo'lagini yoritish, shuningdek Navuz mahallasida bog' tashkil etish, bog' tizimli yo'laklar, demak havo qilish, keyingi tadbir demak daraxt ko'chatlarini o'tkazish, bekat qurilishi va boshqa obodonlash tadbirlari uchun hisobda 5 milliard so'm mablag' rejalashtirilyapti. Bu ishlar bo'yicha boshlangan va bog' qurilishini ko'rgan bo'lsa boshlaganmiz. Yetib qolgan tadbirlar bo'yicha ishlar davom etyapti. Hozir bekat qurilishi bo'yicha demak obodonlashtirish boshqarmasi bilan birga ishlanyapti. Bilasiz, xabarlarimiz bor. O'sha Chorrahaga yaqin joyda bekat hosil bo'lgan. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan ham to'g'ri kelmaydi. Buni demak 300 metr yo'l yoqasi bo'ylab ko'chirib yangidan tashkil qilinishi rejalashtiryapti. Buni hozir bilasizlar, hokimlik bog'i tashkil qilinyapti. Umuman tadbirlarimiz boshlangan. Shunday bu selektor yig'ilishida topshiriq ketgan. Topshiriqqa asosan demak birga bir tamoyil asosida ishlash demak nazarda tutilgan. Bu ham demak agar biz 5 milliard mablag' bergan bo'lsak, respublikadan 5 milliard berilishi nazarda tutilgan. Shu maqsad uchun ham alohida demak yechim ochilgan. Bizda bilasizlar o'sha Navuz mahallasida Turon kafesining yonidan yangi yo'l qurishimiz kerak. Piyodalar yo'lagi bilan birgalikda agar sizga mablag' masalasi yechiladigan bo'lsa, respublikadan yoki viloyatdan tadbirimiz mana shu moliyaviy ishga yo'naltiriladi. Mana shu bo'yicha hisobot etilganda deputatlardan mana shuni dastur berishni so'raymiz. Mavzu yuzasidan savollar bormi? Rahmat. Kun tartibi masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasining asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 3-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi FQ49-son qarori ijrosi to'g'risida shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'lim boshlig'i Jo'rayev Mirzohid Bahodirovich hisobotini tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Nazim Yusufov, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xabarlarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 Assalomu alaykum, hurmatli Nazim Yusufov, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xabarlaringiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli farmonlar, qarorlari va viloyat hokimining
2026 yil 17 fevraldagi 26 sonli qarorlariga asosan 2026 yilda yangicha yondashuvlar asosida aholi daromadni mehnat bilan band qilish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilab berilgan. Ushbu maqsadli ko'rsatkichlar Zarafshon shahrida jami 12.034 nafar aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allik qisqartirish bo'yicha maqsadli parametrlar belgilab berilgan. Shundan doimiy ish o'rinlariga joylashtirish hisobiga 2111 ta, aholi daromadini oshirish hisobiga 6514 ta va ish o'rinlarini soyadan chiqarish hisobiga 3409 ta ish o'rinlarini yaratish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar amalga oshirish belgilangan. Aholini doimiy ish bilan band qilish yig'ma maqsadli ko'rsatkichlari hisobiga 2111 ta, bunda investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga 3375 ta, xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishga tushirish hisobiga 648 ta, qurilish sohasida 86 ta, bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashtirishda 417 ta, banklar o'z mijozlari bilan uchrashuvlar o'tkazish orqali 585 ta aholi doimiy ishga joylashtirish bo'lib berilgan. Keyingisi yo'nalishimiz bu ish o'rinlarini soyadan chiqarish yo'nalishida 3409 ta aytib o'tdik. Bunda soliq qo'mitasi hisobiga demak davlat soliq inspeksiyasini bilan hamkorlikda 1970 ta, inson ijtimoiy xizmatlar markazi hisobiga 65 ta, kambag'allik qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi hisobiga 404 ta, transport vazirligi hisobiga 515 ta, qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik hisobiga 415 ta, turizm qo'mitasi hisobiga 40 ta. Aholi daromadini oshirish hisobiga yuqorida ta'kidlab o'tdik 6514 tani. Bunda o'sha loyihaviy yondashuvlar va infratuzilma loyihalari yondashuv bo'yicha demak kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan 1224 ta, bunda mikro loyihalarni tashkil etish, ya'ni Sayxunobod tajribasi bo'yicha 871 ta, ishsiz aholini kasb-hunarga, vaucher va buyurtma asosida o'qitish loyihalariga 224 ta, moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali daromadlarni oshirish bo'yicha mahallalarimizga 129 ta jami kambag'allik qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga reja topshiriq belgilangan. Bundan tashqari aholini o'sha daromadini oshirish hisobiga, ya'ni iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan 1490 ta, bunda o'sha tadbirkorlik infratuzilmalarini yaxshilash, driver loyihalarini ishga tushirish hisobiga yaratiladigan aholi daromadlarini oshirish hisobiga shakllantiriladi. Keyingisi o'sha markaziy bank tomonidan, ya'ni markaziy bank tizimidagi o'sha tijorat banklari tomonidan 3380 ta kichik va o'rta biznesga ajratiladigan kreditlar, ya'ni mahallalarda tadbirkorlik rivojlantirish dasturlari orqali 2282 ta. Har bir mahallada 10 tadan xonadon tanlab olinib, loyihalar paketini taqdim etish orqali 168 ta. Barqaror kelajak sari dasturi, ya'ni yoshlar bandligini ta'minlash orqali 930 ta. Bundan tashqari o'sha inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan teng imkoniyat inklyuziv bandlik dasturi bo'yicha 120 ta reja qo'yilgan. Bundan tashqari shu oxirgi yo'nalishimiz demak xotin-qizlar qo'mitasi, ya'ni oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan mehnatsevar ayol dasturi doirasida 300 ta aholini daromadli mehnat bilan band qilish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olingan. Qisqacha sizlar taqdim qilinadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, Savol bor. Savol. assalomu alaykum. Demak, yaxshi hisobot qildingiz, faqat xorijda ishlayotgan hamshaharlarimiz nuqtai nazaridan savol eshitmadik. Xorijda ishlayotganlarni qaytarish, ularga munosib yuqori daromadli ish o'rinlari tashkil etish vaziyatni ko'ryapsiz, nima bo'lyapti dunyoda, Rossiyada nima bo'lyapti, hokazo. Shuning uchun demak, mana hozir prokuror, hokim, ishchilar, siz, iqtisodiy kompleks hammamiz Zarafshon shahrida imkoni boricha zoom qilasiz. Shunday vatandoshlarimiz bilan Zarafshonlik bilan bog'lanishimiz kerak va ularni yurtga qaytarish chorasini ko'rishimiz kerak. Qancha pul topyapti, qanaqa daromad qilyapti, nima yeyapti, nima ichyapti yoqda.
demak, bu meni taklifim. Kengash raisi ruxsat bersangiz, buni kengash qaroriga qo'shtirsak-da, xorijda ishlayotgan yoshlarimiz bor, 30dan oshgan fuqarolarimiz bor. Ular bilan yangicha yondosh yo'ldan ishlaymiz. Bandlik markazi nima qilib beradi ularga qaytgandan keyin? Mani savolim shu. Taklif uchun rahmat. Juda o'rinli taklif bo'ldi. Hozirgi o'sha siyosiy vaziyatlarni hisobga olgan holda aholimizda o'sha uzoq muddatga ketgan aholi o'sha fuqarolarimizni ishga joylashtirish, bandlik bilan shug'ullanib yurgan, ishlash uchun ketgan fuqarolarimizni hozir mahalla uyushmasi raisi va yoshlar agentligi bilan hamkorlikda ularni o'sha bugungi kundagi holati va o'sha yuqori daromadga ega bo'lib turib, hozirgi vaziyatdan keyin agar daromadi pasayish holatlari bo'ladigan bo'lsa, ular bilan chiqib, albatta sektor rahbarlari bilan bog'lab, ularni o'sha qanaqa e'tirozlari yo bo'lmasa qanaqa takliflari bo'lsa, ularni eshitib, Zoom tashkil qilib beramiz va iloji boricha tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga jo'natish bilan ularni bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratamiz. Birinchi bo'lib hokim uchun tashkillashtirayman, birinchi boshlab beraman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Mavzu yuzasidan boshqa savollar bormi? Rahmat. Kun tartibidagi masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa, sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishni orzu qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi sessiya kun tartibiga tasdiqlash uchun kiritilgan masalalarga to'xtalib o'tsam. Jumladan, sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning shahardagi ijrosi hamda xorijdan qaytgan va ishsiz yoshlar bilan bandligini ta'minlash to'g'risidagi masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala shaharda hunarmandchilikni rivojlantirish yuzasidan mavjud normativ huquqiy hujjatlar ijrosi holatini o'rganish va natijalari to'g'risidagi masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala Zarafshon shahridagi ko'p kvartirali uylarning tutash hududlarida yashil bog'ni tashkil etish bo'yicha davlat byudjetidan moliyalashtirishni amalga oshirish to'g'risidagi masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala xalq deputatlari shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlikni masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi, Davlat kadastrlar palatasi, Navoiy viloyati boshqarmasi Zarafshon shahar filialida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlarni o'rganish natijalari to'g'risidagi masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala xalq deputatlari Zarafshon shahar kengashining Zarafshon shahar hokimi 2026-yil 12-fevraldagi 27-78-Q/26 son qarorini tasdiqlash to'g'risida 2026-yil 16-fevraldagi 7-22-22 bekor qilish to'g'risidagi masalalar kiritilgan. Sizlarga ushbu masalalar yuzasidan Telegram kanali orqali telefon tarzida qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasi bildirilgan taklif xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 24-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Xayr, salomat bo'ling.